Dadajon. Rahmat. Nimalar bo'lib ketdi-ya? O'zimni qizimni o'zim taniyolmay qoldim. Adajon, siqilmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Aytganingiz. Jonimga tegdingiz. Shu uy-joylarni olishim uchun o'lishingizni kutishim shart emasdir. Siz nimalar deyapsiz, Saidaxon? Sal o'ylabroq gapiring. Endi gapirishdan oldin sendan so'raymanmi? Men bu uyni qiziman. Sanchisan? Kim bo'lasan? Kimsan? Menga qara qizim. Bu uyni haqiqiy qizi mana shu Kamola bo'ladi. Bildingmi? Senda meni qonim bo'lgan bilan meni qizim emas ekansan. Menga farqi yo'q. Afsuslanasizmi? Xafa bo'lasizmi? Bolanmassan deysizmi? Gap shu. Mayli, meni bet-betga chiqaring. Lekin uyni bo'shating. Sizga 3 kun muhlat. Boshqa bunaqa ahvol qaytarilmasin. Ey Allohim, bunday kunlarni ko'rgandan ko'ra jonimni tezroq olib qo'ya qolsang bo'lmaydimi? Voy, unaqa demang Adajon. Yuring, uyga kiramiz. Birpas dam olsangiz bo'lardi. Bu gaplarga e'tibor bermang. Opajon, o'ylamay gapirib yubordilar-da. Qaniydi shunaqa bo'lsa, qizim. Otajon, nega? Nega? Nega otajon? Nega? Nega men bunga majbur bo'lyapman? Nega men o'ch olish uchun? Nega taqdir meni tanladi otajon? Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Keldingmi? Uncha xayollading? Keldim buvijon, keldim. Xo'sh, natija qanaqa bo'ldi? Mahallaga chiqib janjal ko'tardingmi? Bir-ikki qo'shnini yoningga chaqirdingmi? Yo'q. Hamma gapni o'zlariga aytib keldim. Nimaga men aytgan ishlarni qilmayapsan? Men senga kirib janjal qilsang, otangni sharmanda qilsang,
hep uyalganidan ham uy joyini senga beradi degandim-ku. Haqqingni talab qilishni hali ham o'rganmabsan. Seni ne hasratda katta qildim. Mana shu qo'llarim bilan seni ko'tarib bozorlarga olib chiqib tirikchilik qilib boqdim seni. Endi bo'lsa katta bo'lding-da, ha? Qorlar eridi, izlar ham yo'qolib ketgan ekan-da, ha? Azobni kattasini mana men tortdim. Ichim iztirobga to'lib ketgan. Jon buvijon, iltimos qilaman men sizdan. O'sha kunlarni har deb eslatavermang. Voy, bu yana qanaqa gap bo'ldi, ha? Onangni o'chini olishing kerak. Onang bechara ne azobda seni katta qildi. Qara, lalayib yurishingni qara. Uyat senga, uyat. Xotir olmang. Faqat ozgina vaqt bering. Hammasini aytganingizdek qilaman buvijon. Qamaginamchi? Adajon, turing, doringizni ichib ola qoling. Boya ko'k choy ichdim-ku. Adajon, choyning o'rni boshqa, dorining o'rni boshqa. Qon bosimingizni tezroq tushirmasak bo'lmaydi. Keling, tura qoling, dorini ichib oling. Keling, yordam beraman. Qizim, meni tuzatib nima qilasan? Undan ko'ra tezroq o'lib qo'ya qolsam, bu dunyoni tashvishlaridan qutularmidim. Unaqa demang, Adajon. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qizingizga ham insof berib qolar. Bu ishlarni boshida kim turganini juda yaxshi bilaman. Essiz. Shundoq murg'akkina qizimni, pok qalbini qoraga aylantirishdi-ya. Afsus. Mana shunisiga chidolmayapman-da, qizim. Nega hech bir asossiz sizdan kelib uy talab qilyapti? O'tgan safar ham indamadingiz, lekin bu hol yana takrorlanyapti. Men ko'p xato qilganman, qizim. Shuni jabrini tortyapman hozir. Yemog'ini qusmog'i bor deyishadi-ku, qizim. Bilasam, men oilamga, ayolimga, bolamga jabr qilgan odamman. Mana endi suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirishim kerak. Hammasiga o'zim aybdorman. Hammasiga o'zim sababchiman. O'zim aybdorman, qizim. Ha, Nima bo'ldi, oyi? Ish pishdimi? qizing juda xom. Ha, bunaqa ishlaga xom ekan. Qari otasini uydan haydab chiqarishga ham yuragi betlamayapti. Ahmoq qiz. Tayinlab, yaxshilab, yomonlab bermabsiz-da unda. Shuni ham eplay olmagan bo'lsa. Borini ham ko'pirtirib, ha, yo'g'ini ham bor deb qancha gap etdim. Qancha ko'ynini sovutishga harakat qildim. Gaplarimga quloq solib, 1 soat yig'ladi. Asablari taranglashdi. Men o'zimcha mana endi ish pishdi. Hammasini uddalaydi deb o'ylagan edim. Xursand bo'lgandim. Ammo bugun otasi bilan ko'rishganda tayli gap gapira olmaganga o'xshaydi. Anu Botirinam kasal bo'lib yotib qolganiga
ko'ngli yumshagandir deb o'ylagan edim. Demak, hamma gap sizda ona. Yaxshilab qulog'iga quymabsiz. Yo'l yo'riqni tayinlay bermabsiz. Meni kasal deganmidingiz ishqilib? Albatta, shunaqa degandim. Men aytgan kasallikni aytganmidingiz? Saraton dedingizmi? Albatta shunaqa degandim. Sen qanaqa aytgan bo'lsang, oqizmi, tomizmi, xuddi shunaqa aytdim. Bolam meni desa, menga pul topib beradi. Kerak bo'lsa o'sha otasini uydan haydab bo'lsa ham yo'lini qiladi. Biz o'ylagan ish natija beradimi, yo'qmi bilmayman. Lekin oxirigacha harakat qilaman. Mayli, ona, yaxshi dam oling. Men boray, ishlarimni qilay. Ey, ish qilgan odam soqqasini ham jo'natadi. Menga pul kerak. Jo'natib yubor puldan. Hadi bahonalaringdan charchadim. Tez pulni jo'natib tur. Ha, xo'p. Ovqat so'z beraymi? Yo'q, rahmat. Qornim to'q. Otam yaxshilarmi? Ahvollari yaxshi qoldimi? Hozirgina uxlab qoldilar. Qon bosimlari atiga 10 taga tushdi. Shunga tinchlanib qoldilar. Ha, unaqa bo'lsa, sekinroq gaplashaylik. O'zing nima bo'ldi, tinchlikmi? Ishxonada tuzukroq gaplasholmadim. O'shaning uchun tezroq kelaverdim. Otani qizlari keldi. Bir qiyomat qildi. Hamma yerni ag'dar-to'ntar qildi. To'g'risini aytsam, juda ham qo'rqib ketdim. Otani hozir yuraklari yomon bo'ldi. O'zlarini tashavorey dedilar. Bir korxol bo'lmasin deb zirlab turibman. Bu qanaqa farzand ekani? O'zining otasiga, padariga shunaqa muomala qilsa. Otasizlik, onasizlik dardini siz bilasiz, men bilaman. Qo'yib turishsa ham, ortiqcha mehr berishmasa ham, ota-onamiz yonimizda bo'lishini bir umr orzu qildik-ku. Bu odamlar bo'lsa tirik otasini xatlab o'tishyapti. Oyoq osti qilishyapti. Ha, unda ota uyg'onib, o'ziga kelib qolsa, bafurja o'tirib gaplashamiz hammasini. Nima qilasiz? Siqilgan yuraklarini battar siqib. Bu ketishda bo'lmaydi. Bugun yiqilmagan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin ertaga yiqilib qolsalar-chi? Nima qilamiz? Kamola, ko'za kunda emas, kunida sinar ekan. Xo'sh, siz nimani taklif qilmoqchisiz? Nima? Uydan chiqib ketamiz? Ota, biz sizdan minnatdormiz o'lguncha. Hech kim qilmagan yaxshilikni siz bizga qildingiz. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Biz ikki yetimni uyimiz yonib ketganda yaxshilar qatorida siz bizga yaxshilik qildingiz. Uyingizdan joy berdingiz, boshpana berdingiz. Ko'plar qilmagan jasoratni siz bizga ko'rsatdingiz. Avvalambor shu gaplarni aytayotganim uchun uzr so'rayman. Ammo chiqib ketishimizga rozi bo'lmasangiz, sizni sog'lig'ingizga putur yetishi mumkin. Har bir ishda xayri bor, bolam. Agar hammamiz birgalikda harakat qilsak, marra bizniki bo'ladi. To'g'ri, u meni qizim, meni bolam. Agar sud uni tarafini olib, mana shu uyimni bir qismini ajratib berish kerak deydigan bo'lsa, beraman shunga. Men roziman. Ammo yeb to'ymagan yalab ham to'ymas ekan. Bular o'ziga ko'nishmaydi. Men buni avvaldan bilib turibman. So'rayotganim uchun ming bor uzr, ota. Lekin nega o'z farzandingiz sizga unaqa qilyapti? O'g'lim. O paytlari yosh edim. Qaddi qomatim kelishgan, baquvvat, chiroyli yigit edim. Yaxshi ishda ishlardim, yaxshi pul topardim. Ota-onamni yakka yolg'iz o'g'li bo'lganim uchun sal erkarog'im bo'lgan bo'lsam kerak.
Bir kuni ishxonamizda yangi ishchi keldi. Yangi ishchini qabul qildik. Moliya bo'limiga. Hammasi ana shundan boshlandi. Haligi qiz bilan gapimizga qovushib, bir-birimizga mos kela boshladik. Keyin bilmayman, shu boshim aylanib o'sha ayolga ilakishib qoldim-da, o'g'lim. Men o'z oilamga, farzandimga xiyonat qilgan odamman. Boshida ota-onam o'rtaga qo'shildi. Bolam bunaqa qilmagin deb. Onam gapirganlarida maslahat qilib, misol qattiqroq gapirib o'rgan ekanman. Otam kaltaklay ketdi meni. O'shani achchiq ustida uydan chiqib ketganman. Bildingmi? Ana qusur bo'lsa, mana shundan foydalanib, ota-onamni, farzandlarimni, ayolimni menga qarshi qilib qo'ydi bu. Men esa bu suqsurdi gaplariga ishonib, g'it piyonistaga aylandim, qoldim deb olam. Ha, juda katta sinovlarga duch kelgan ekansiz. Eng dahshatlisi emas. O'sha sevikligimni o'zimni haydovchim bilan ushlab oldim. Apoq-chapoq bo'lib turganini ko'rib, boshim aylanib ketdi, bilasanmi? Qotib qoldim ularni ko'rib. Ana shundan keyin suvga tushgan mushukka o'xshab to'rva xaltamni ko'tardim-da, ota-onamni uyiga bordim. Hali ham ular kechirishdi meni. Otam, onam, oilam, rafiqam, qizim hammasi kechirib uyga kirgizishdi. Bu xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Nima bo'lgandi ota? O'sha susur 1,5 oy o'tgach uyimizga keldi. Homiladorman sendan deb menga do'q qurdi. Men ahmoq bu do'q po'pisasidan qo'rqdim. Bilasanmi o'g'lim? Ota-onam bechora o'z mehnat terlari bilan yig'ib, singlimga atab olib qo'ygan uchastkasini o'shanga berishga majbur qildim. Axir siz ham katta lavozimda ishlagan ekansiz. Ha, o'zingizda ham pulingiz ko'p. Katta lavozimlarda ishlagansizki demoqchisiz-da, o'g'lim. To'g'ri o'ylayapsiz. O'sha ayol bilan bo'lgan munosabatimiz hammasiga putur yetkazdi. Meni direktorlar kengashidan chiqarib tashlashdi. Oradan ko'p o'tmay ishdan ham bo'shatishdi. Menga nima ayb qo'yishdi? Ish paytida ishxonasida spirtli ichimliklarni qabul qilish bo'ldi. Ko'rdingmi? Bitta ayol butun hayotimni, obro'yimni, oilamni barbod qildi, yo'q qildi, ko'rdingmi? Rafiqingiz, farzandingiz-chi? Xotinim bu isnodni ko'tara olmasdan ota uyiga ketib qoldi. Qizim esa qaynonamni uyida tug'ildi. Xabar olmaganmidingiz? Hammasi siz o'ylaganchalik oson emasda. Xabar olgani borganman. Qizim tug'ilishini eshitib o'sha kuni borganman qaynonamning uyiga. Qaynonam, xotinimning akasi, ukalari uyga kiritishmagan meni. Janjal bo'lib ketdi, janjal. Buni hammasiga odam ko'nikar ekan qiz. Vaqt o'tdi. Bolamni chillasi chiqdi. Rafiqam bolamni kolyaskada shu ko'chada aylantirib yurganda ilk marta o'sha paytda ko'rganman. O'zimda ham ayb ko'p bo'lgan. Tilim qisiqligi mana shu joyda. Endi
Bo'lmasa sizlar o'tiraveringlar. Men ichkari kirib biroz dam olay. Xo'p. Ayollariga ham oson bo'lmagan ekan. Juda ko'p qiyinchilik ko'rgan ekanlar. Ish qilib, siz ham ishxonangizga tinch borib, tinch kelyapsizmi? Ha, Sodiq aka? Qo'ysang-chi. Menga ishonmaysanmi yoki? Faqat men seni deyman-ku. Gap o'quvchimi? Mani qo'yaver. Ana tentak Saidaxon kelib qolsa, nima qilamiz? O'shani gaplashaylik. Ota mahalladagilarni ham ogohlantirib qo'yib juda yaxshi ish qildilar. Uchastka nozirini ham hamma gapdan xabarlari bor. Hech kim o'z-o'zidan otani bo'yidan chiqara olmaydi. Qonunlar bor axir. Shahar bedoroz emas. Ota qonunan ish ko'rsalar, davlat shubhasiz ularga yordam beradi. Biroq ota murojaat qilmaydilar-da. Qizimni ulushini beraman. Menga 2 xona ham yetadi deb turibdilar. Uyni yarimiga ega chiqqani bilan u qizni nafsxonada bo'laysanmi? Ota aytdi-ku, uni boshqalayotganlar bor ekan. Hammamizga ham insof bersin. Otani umrlari uzoq bo'lsin. Mana ko'ryapsanmi? Bitta xatoning badali butun umr azoblaydi. Alloh saqlasin ish qilib. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Mana Nima bu? notariusdan kelyapman. Uydan o'z ulushimni oldim buvijon. Aslida u yaramasdan hammasini tortib olish kerak edi. Otam bor yo'g'ini berib, ko'chada qolish kerakmidi? Siz aytayotgan adolat shumidi buvijon? Menga qarasang bola. O'zi kim tarafdasan? Bu deyman, otang bilan uyda ko'rishib, unga nisbatan mehring jo'shib ketibdi-ku. Buvi, iltimos qilaman. Mani tinch qo'yinglar. Sizlarga uy kerakmidi? Mana marhamat uy. Hujjat qo'lingizda turibdi. Endi ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi? Aynibsan. 180 daraja aynibsan. Ha, boqqanlarimga rahmating hali shumidi? Seni qiynalmasin deb onang ikkalamiz tuni kun ishlaganmiz. Seni ham yonimizda olib yurib, hamma ishni uddalaganmiz. Bo'ldi, yetar buvi. O'sha vaqtda meni katta qilmasdan axlatga tashlab yorsangiz bo'lar ekan. O'sha tochdan olib ketganim yaxshi edi. Har safar boqqaningizni, katta qilganingizni, kiyim olib berganingizni minnat qilasiz. To'yib ketdim, ado bo'ldim. Yoshim 20 da. Ammo butkul qarib ketgan kampirga o'xshayman buvijon. Qachon oxirgi marta kulganimni eslaysizmi? Faqat yig'ladim. Chiroyli kunni ko'rsatmadingiz buvijon. Ortiq chidolmayman. Ichimni ittirna o'tdi. Adolatsizlik qildim. Ertaga bu kunlar o'zimga albatta qaytishni bilaman. Bilsang, bo'pti, jim yur. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Noshukr. Seni boqquncha it boqsam bo'lar ekan. Sendan ko'ra vafodor bo'lardi menga.
Voy bolam, senga nima bo'ldi? Voy, menga qara. Sen o'zi mashinani qayoqqa qarab haydayotganding? Ha? Qayoqqa haydayotganding? Voy bolamni nogiron qilib qo'yishingga ozgina qopdi-ku. Oyog'i yomon urilibdi-ya. Yoki o'ldirmoqchimiding? Ha? Ha, o'ldirmoqchi bo'lgansan. Niyati buzuq. Nimalar deyapsiz, xola? Iltimos menga tuhmat qilmang. Nabirangiz o'zi yo'lga chiqib keldi. Piyodalar yo'lagidan o'tadim desam, yo'l o'rtasida to'xtab qoldi, xola. Men ham imkon darajasida tormoz tepkisini bosdim, lekin ulgurmadim. Aksiga olib, ortimdagi mashina ham kelib meni ortimdan urdi. Biron korxol bo'lmasin deb tezda uyingizga olib keldim, xola. Tovon to'laysan. Hamma pulingni shilib olaman. Tushundingmi? Axir bu meni boquvchimidi. Endi non choyga pulni qayerdan olaman? Iltimos, xola, yaxshi niyat qiling. Faqatgina oyoqlari shilindi-ku. Hech qayerda singani yo'q-ku. Men militsiya chaqirganman. Hozir yetib keladi. Kuningni ko'rsataman. Seni qamab qo'ysa, o'shanda esing kiradi. Ha? Mayli bo'lmasa kelishsin, vaziyatni o'rganishsin, xola. O'sha yerda kameralar bor. Ko'rsa, tekshirsa, tahlil qilsa, kim aybdorligi bilinadi, xola. Kim aybdorligi mush, ayb faqat senda. Tushundingmi? Senda. Men buni isbotlab beraman. Bosgan sensan. Xola, men bosganim yo'q. Turtib ketdim, xolos. Xudo xolasa oyoqqa turib ketadilar. Mana shu qiz meni boquvchimidi. Endi non choyimga pulni qayerdan olaman? Mana bu binoni kim bitirib beradi? Bolajonim. Mana xola, men borim shu hozir. Olib turing, yana beraman, xola. Faqat iltimos sizdan, xola, dodo qilavermang. Men o'zim ham qiynalib turibman hozir. Shu pulmi? Ha? Buningni cho'g'i past, yana berasan. Ko'p berasan. Tushundingmi? Beraman, xola, yana beraman, topib kelaman, xola. Mana ustimdan ham savdolashyapti bu. Mana fojiam, mana xastaligim ularga qo'l kelyapti. Shundan ham pul undiray deyaptilar-a. Menga bo'lgan mehrlarini ham ko'rdim, eshitdim. Afsus. Oyjon? Oyijon? Uyda kimdir bormi? Ha, oyijon. Uydamisizlar? Uydamiz. Uyda bo'lmay go'rda bo'larmidik? Oyjon. Turma, o'tir. Oyjonim. Sog'inib ketdim, oyjon sizni. Hozir o'tirib, bafurja gaplashib olamiz hammasini. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi keldingmi? Tushunmadim, oyi. Men Turkiyadan keldim. 2 yil deganda keldim. Men sog'inmadingizmi? Turkiyadan keldim. 2 yil deganda keldimmish. Shuncha yil tentirab yurib, yuborganing 5000 bo'ldi-yu xolos. O'rgildim seni Turkiyada. Undan ko'ra shu yerda ishlasang, allaqachon 10 ming ham topgan bo'lardik. Nimalar deyapsiz, oyi? Ana qizingdan o'rgan. 2 oyda uyli bo'ldi. Tushunyapsanmi? Uyli bo'ldi. Bu qizingga zo'rg'a chidadim. Qaradim. Endi o'zing keldingmi? Qizingga ham o'zing qara. Voy oyi, nima bo'ldi sizga? Nafasim qaytib ketdi. Jim turlaring bir pas. O'zi havo yetishmayapti.
Bor, undan ko'ra tuzukroq ovqat solib qo'y. Xo'p, oyi. Xo'p. Xola? Kimdir bormi? Eshik ochiq ekan, sekin kirib keldim. Uydamisizlar o'zi? Voy, kimsiz siz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mani ismim Doston. Ha, Doston deganlari sizmi deysiz? Men Saidani onasiman. Keling. Xolam uydamilar? Ko'rgani keldim. Xolangiz ichkarida edilar. Ha. Ko'rib chiqsam bo'ladimi? Mayli, yuring, o'zim olib kiraman. Ha, xo'p, mayli, yuring. Keling. Onam uxlab qopti-da, Saidan oldiga kelib turing. Keling. Mayli, xo'p. Saida? Voy, Doston akam. Ay. Ana Saida. Saida? Voy, Saida, bu nima qilganingiz? To'xtang, men sizga qarashib boraman. Nima qilmoqchi edingiz? Tinchlikmi? Turmoqchi edim o'rnimda. Keling, men sizga yordam beraman. Ehtiyot bo'ling. Qizim, tushmagur. Bu yigitga mubtalo bo'lib qolganga o'xshaydimi? Ha. O'tiribsizmi, oyijon? Qizing nima qilyapti? Ha, ichkarida yotibdi Saida. Yotmay qolsin. 5 kam nogiron bo'lib qoldi. Oyijon, nogironni men eshitmasin. Agar qizing lalaymaganida uyni yarmiga emas, hammasiga ega bo'lgan bo'lardik. Hali ham kech emas. Balkim harakat qilsak, sen kasalligingni yana bir bor ro'kash qilgin. Tushundingmi? Va unga pul kerakligini ham aytib qo'y. Oyijon, o'shanda siz bilan telefonda gaplashganimizda men kasalligimni nima aytganmidingiz? Saraton deganmidingiz? Shu gapni bekor etdingiz-da deb o'ylab qoldim. Biz yo'q kasallik bor demaganimizda qizing hech qanaqa harakat ham qilmagan bo'lardi. Shu yolg'on uni harakatlantirdi. O'ch olish alangasini aynan shu xastalik yondirdi. Agar sen hozir rostini aytib qo'ysang, hammasi tamom. Uysiz, joysiz, pulsiz qolamiz. Saidaxon. Jon Saidaxon. Iltimos sizdan yolvoraman. Otangiz yana bir bergan zarbangizga chidolmaydilar. O'lib qolishlari mumkin Saidaxon. Rahmingiz kelsin. Rahmingiz kelsin otangizga. Siz otangiz-ku axir. Otam qayerdalar? Kamola? Tabii otajon. Kim ekan qizim? Otajon, Saidaxon kelibdilar. Saida?
Qizim, nega o'tiribsan? Otajon. Otajon. Allohimga shukr. Otajon. Ola qizim. Uyga kim chiqqan? Yura. Mana shunaqa gaplar qizim. Mana endi hamma gaplardan xabardor bo'lding. Man nafrat botqog'ida katta bo'libman ota. Bu botqoqdan na chiqa oldim, na harakat qila oldim. Ozodlikka intilganim sari cho'kib ketaverdim. Otajon, menga tarix mutlaqo boshqacha hikoya qilingan ekan. Adajon, choy olib keldim, ichib oling. Voy rahmat qizim, rahmat. Buvim sizni yuzingizda shu qadar qora qilib qo'ydilarki, nafratlanishdan boshqa choram qolmagandi. Endi qizim, menda ham ayb bor. Ular ham yo'q narsani aytishmagan. To'g'ri. Lekin yolg'onni aralashtirishgan qizim. Seni umuman ko'rgani kelmagan deb diydangni qotirishgan qizim. Mana shundan jahlim chiqyapti. Seni ko'rgani borganimda ko'rsatishmagan, qo'yishmagan. Ota, ruxsat bersangiz, mana shu uyni umuman sotmayman. Yaxlat bo'lib turaversin. Mana shu uy joylarimni hammasi seniki. Nimani xohlasang, o'shani qilavergan. Faqat qizim, sendan bitta iltimosim bor. Mana shu Kamola meni xuddi qizimdek bo'lib qolgan. Ikkalanglar birgalikda opa singildek bo'lib yashaysizlar. Xo'p? Holidan xabar olib turasan. Adajon, bizga qilgan barcha yaxshiliklaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Ammo Sodiq akam uyni harakatida yuribdilar. Pulimizga yarasha uy topishlari bilan chiqib ketamiz. Yo'q, chiqib ketaman demang. Chunki meni onam borlar. Ularni yolg'iz qoldira olmayman. Siz bitta otamga qarang. Siz bilan qiyomatli opa-singil bo'lib qolamiz. Ha, men qara. Onang yaxshi yuribdimi? Yaxshilar, Turkiyadan qaytdilar. Tuzukmi ish qilib? Qiynalib qolmabdimi? Otajon, bir ish qilsam rozi bo'lasizmi? Nima ish ekan? Yoshlikda ayro ketgan yo'llarni birlashtirmoqchi edim. Ilojisi bormikan? Buing tirik ekan, bunga aslo yo'l qo'ymaydi qizim. Agar onamni o'zlari istasalar-chi? Saida, Labbay otajon. qizim, ani xonamdan ko'zoynagimni olib kelib bergin. Xo'p bo'ladi. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Mana otajon. Ha, rahmat. Ha, yasanayapsanmi? Doston aka bilan kinoga ketayotgandik. Pastda kutib turgandilar. Ha, Kechasiga aytdim-ku. ha, uyga taklif qilmadingmi Dostonni? Chiqmadilar. Shoshotuvdik-da, adajon. Ha, mayli. Yaxshi borib kelinglar. Rahmat otajon.
Kimdir keldi shekilli. Eshikka qaravering. Qarachi. Rostdan ham dostonmikin? Keldingizmi? Saida qizim kim ekan? Iye, Fatima? Otajon, onajon, men ketdim kinoga. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Adasi, meni ham kinoga taklif qiling. Kinoga? Ha, kinoga.